Kariz daramallarida judayam ko'p ko'rganman shu maskani. Kechasi uxlashdan oldin yuziga qo'yib uxlashadi va ertalab olib tashlashadi. Yuzlari shunaqa tiniq bo'lib qoladi, rangi ham bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun men bugun shuni sinab ko'rmoqchiman. Qani rostdan ham shunaqa yuzni tiniq qilib qo'yarmikan? Qani o'zi bu qanaqaligini hali ko'rmadim, hali ochilmagan, bu yangi. Kariz qaynonam bilan birga qilmoqchi edik. Ertaga ishga borar ekanlar. Qanaqa ishga deysizlarmi? Ofitsiantlik ishiga borar ekanlar. Dushanbadan jumagacha ofisda ishlab, shanba, yakshanba ofitsiantlik qilar ekanlar. Bilmayman, bunaqa g'oyalar qaydan kelar Kariz qaynonamga. Buni ko'ziga meni ko'zim mos tushmaydi, lekin bu qaranglar. Bu qanaqa ko'z? Yo, normalniy ko'zmikin, ha? Aytdim, mos tushmaydi deb. Yo, normalniy ekan. Voh, mazza ekan, yumshoqqina, silliqqina. Qani ertalabgacha qanchalik yuzimga sinib ketar ekan ko'ramiz. Dramalarda shunaqa qilib uxlashadi, bilasizlarmi? Men ko'p koreyskiy kinolarda ko'rganman, qizlar, aktyorlar shunaqa qilib uxlaydi. Wow. Basharam oy tovoqligi uchun maska kichkina ko'rinyapti. Endi buni rezultatini ertalab turganimda ko'rsataman.